Ertaklar – bu oddiy hikoyalar emas. Bu qalbga nur beradigan, insonni ezgulikka yetaklaydigan sehrli olamdir. Har bir ertakda yaxshilik va yomonlik kurashadi va har safar yaxshilik g'alaba qozonadi. Chunki ezgulik insonning eng buyuk fazilatidir. Ertaklarni tinglab ulg'aygan bola mehribon bo'ladi, halol bo'ladi, odamlarni tushunadigan, qalbi pok inson bo'lib yetishadi. Ertaklar bizga sabrni o'rgatadi, do'stlikni qadrlashni o'rgatadi, yaxshilik qilishdan charchamaslikni o'rgatadi. Shuning uchun ham ertaklar faqat bolalar uchun emas, ular har birimiz uchun kerak. Keling, ertaklar olamiga qaytaylik va ezgulik sari birga qadam tashlaylik. Zero ertaklar ezgulikka yetaklar.